Er-xotin o'rtasida muhabbatni so'ndiruvchi faktlar. Birinchi o'rinda erni yoki ayolni bir-biriga qo'polligi, bir-birini hislarini umuman inobatga olmasligi. Ya'ni oiladagi erkakni ayoliga g'amxo'rlik qilmasligi. Ya'ni ayolini nafaqat moddiy tomondan, balki emotsional holatida ham g'amxo'rlik qila olmaslik. Bunaqa holatda ayollar ham o'zini keraksiz, erini xuddi yaxshi ko'rmaydigandek holatga olib kelishi mumkin. Keyingisi bu oilalardagi doimiy bir xillik. Bola chaqa, ovqat, uy yumushlari, butaviy holatlar. Ya'ni bu holat ham erkak va ayolni faqatgina munosabatda non qolmabdi, suv qolmabdi, pampers qolmabdi, kasha qolmabdi, ya'ni kerak, men bu yetishmayapti degan so'zlar insonni muhabbatini so'ndiradi. Bunaqa holatda bitta narsani unutmanglar. Oilada ikkita insonning emotsiyasi, his-tuyg'ulari, bir-biriga kerakligi, g'amxo'rlik degan tushunchalar juda ham muhim hisoblanadi. Agar mana shu narsalar bo'lsa, qolgani asta-sekinlik bilan yo'lga tushib ketishi mumkin. Yana ham foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, meni sahifamga obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzatib boring.